Ukam, sen bilan dondozlikka o'ynab telefon yutib olishayotgan ekanmi? Ha, obuna bo'lganmisiz? Da. Bo'lib ketdi. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Don. Yutdimi? 3 gacha-da, brat. Voy. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Bo'ldi uchun. Voy. Ham telefon. Bo'ldi, brat, telefon yutdingiz. Aha. Qarang, bizda aytilgan 99% skidka. Ya'ni hozir boramiz Media Parkka va siz Realme ni 2 million yo 3 million turadigan telefonini bor yo'g'i 20 ming so'm yoki 30 ming so'mga sotib olishingiz mumkin. Tushundingiz-a? 99% skidkada. Va endi men O'zbekiston bo'ylab hamma odamlardan so'rab chiqaman. Menga obuna bo'lganmi yo'qmi? Obuna bo'lgan bo'lsa 3 kecha donozlik o'ynaymiz. Agar yutsa 99% skidkada Realme telefonini sotib ola oladi. Faqat men so'rashim kerak, obuna bo'lganmi yo'qmi? Butun O'zbekiston bunaqasi hali bo'lmagan. Kutib olinglar, bizda telefonlar VIP.